Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bugun sizlarni ajoyib marketing plan bilan, ajoyib loyiha bilan tanishtirmoqchiman. Va nihoyat biz kutgan, biz xohlagan narsa bo'ldi. Ya'ni biznes model, biznes plan blockchainga joylashdi. Bu juda ko'p narsani anglatadi. Bu degani biznesimiz kimgadir qaram bo'lib qolgani yo'q. Qanaqadir shaxsga yoki tashkilotga, qanaqadir davlatlarga, qanaqadir siyosiy o'zgarishlarga qaram bo'lib qolmadi. Biznesimiz faqat o'zimizga bog'liq bo'ladigan holat yetib keldi. Birinchi marta biznes plan blockchainga joylashtirildi. Bu narsani ko'pchilik kutgan, ko'pchilik orzu qilgan. Ya'ni biznes doimiy bardavom bo'lishini hamma ko'pchilik xohlaydi. Faqat o'ziga bog'liq bo'lishini ko'pchilik xohlaydi. Buni ta'minlab beradigan programma paydo bo'lgan, blockchain degan. Shu blockchain programmasi bilan hamda marketing plan bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Biz OPBNB blockchainidagi RightBNB smart kontrakti orqali BNB kriptovalyutasidan 134 mingta BNB ishlab topishimiz mumkin. Bu BNB dunyoda xalqaro o'rinda 5-6 o'rinda turadigan valyuta hisoblanadi. 100 milliard dollardan ko'proq kapitalga ega bo'lgan xalqaro valyuta hisoblanadi. Har bir inson o'zini yashab turgan davlatidagi pul birligiga almashtirib olishi mumkin, chunki bu BNB valyutasi Binance birjani o'zini valyutasi hisoblanadi. Undan tashqari o'zini ikkita blockchainiga ham ega. Siz ishlashingizda hech kim, hech qaysi tashkilot, hech qaysi hukumat to'sqinlik qila olmaydi. Tezroq o'rganish kerak bu loyihani, bu texnologiyani, smart kontraktni. Smart kontrakt blockchain texnologiyasi sizni daromadingizni kafolatini ta'minlab beradi. Blockchain texnologiyasi butun yer yuzi aholisi uchun pullarni ishonchli saqlash, ko'paytirish, jo'natish, qabul qilish uchun yaratilgan programma hisoblanadi. Blockchain nima? Blockchain nimaligini sizga tushuntirib berishim uchun sal uzoqroqdan boshlaymiz. Demak, dunyoda markazlashmagan va markazlashgan tizimlar mavjud. Markazlashgan tizim misolida bankni olsak bo'ladi. Masalan, barcha pul o'tkazmalar va kredit, depozit va hokazo hammasi bitta markazdan o'tadi, ya'ni bankdan. Masalan, siz kimga pulni o'tkazsangiz, bu ma'lumot va operatsiya birinchi bo'lib bankdan o'tadi va bankning ichida saqlanib qoladi va faqat bank bu ma'lumotga ega bo'ladi. Markazlashmagan tizimga esa blockchainni misol sifatida keltirsak bo'ladi. Osonroq qilib tushuntirishim uchun xonaning ichida 10 ta odam bor deb tasavvur qiling. Har bir odamning qo'lida qalam va qog'oz bor va xonaning ichida barcha sodir bo'layotgan vaziyatlarni har bir odam o'z qog'oziga yozib olyapti. Masalan, A odam B odamga 1000 so'mni bersa, xonadagi barcha ishtirokchilar A odam B odamga 1000 so'mni berdi deb yozib oladi va undan keyin B odam C odamga 1000 so'mni bersa, yanada barcha ishtirokchilar B odam C odamga 1000 so'mni berdi deb yozib oladi. Va C odam shu payt ana shu 1000 so'mga xonadagi barcha odamlar uchun ovqat olib kelish kerak bo'lgan paytda u menda pul yo'q deb qolsa, xonadagi qolgan 9 ta odam unga yozuvlarni ko'rsatib aldagani yo'l qo'yishmaydi. Blockchain ham xuddi shunday ishlaydi. Internetga ulana oladigan barcha blockchain ishtirokchilari u yerda qanday harakatlar sodir bo'layotganini bemalol ko'rsa bo'ladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Kriptovalyuta bu nima? Kriptovalyuta bu sifrovoy, ya'ni elektron pul. Kriptovalyutada eng qiziq va muhim bo'lgan narsa bu detsentralizatsiya, ya'ni u markazlashmagan. Uni hech kim boshqarmaydi. Masalan, siz Visa kartadan o'rtog'ingizga pul tashlaganingizda, bu bank orqali tasdiqlanadi va kimga tashlaganini bank o'z bazasida saqlaydi. Va bundagi minus shuki, sizdagi barcha ma'lumot bankda bo'ladi va summa har doim ограничение bo'ladi. Ammo kriptovalyutada shu tashlagan pulingiz 3-chi odam ishtirokisiz bo'ladi.
Masalan, siz o'rtog'ingizga kriptovalyutadan pul tashlasangiz, uni smart kontrakt tasdiqlaydi. Oddiy qilib aytganda, bu kriptografik robot yoki kriptografik algoritmlar. Ular siz tashlagan pulni tasdiqlaydi va natijada tashlagan pulingiz o'rtog'ingizga o'tadi. Va bu blokcheynda saqlanadi. Blokcheyn nima deysizmi? Unda buni keyingi videomda tushuntirib beraman. Что такое смарт-контракт? Смарт-контракт – это программный код, который запускается и выполняется автоматически при выполнении определенных условий. Он обычно используется на блокчейне, чтобы автоматизировать и обеспечить безопасность сделок без необходимости доверять центральным организациям или посредникам. Kriptovalyutada savdo qilganlar endi qamalmaydi o'rtoqlar. Chunki dunyodagi eng katta kripto birja Binance O'zbekistonda qonuniy ishlash uchun ruxsatni qo'lga kiritdi. Endi xohlagancha kriptovalyuta kiritishingiz, chiqarishingiz, sotib olishingiz, sotishingiz mumkin. Ushbu xushxabarni yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Demak, videolardan ham ma'lum bo'ldiki, blokcheyn texnologiyasi, kriptovalyuta, smart kontrakt nimaligini qisman bo'lsa ham tushuncha hosil bo'ldi. Buning uchun yana videolarni ko'rib, kanaldagi videolarni ko'rib ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin. Ya'ni sizlarni RideBNB smart kontrakti bilan tanishtiraman. Bu OpenBNB blokcheyniga yozilgan marketing plan hisoblanadi. Ya'ni blokcheynga joylashgan dunyodagi birinchi marketing plan. Smart kontrakt nima, blokcheyn nima, BNB kriptovalyutasi nima, bu bo'yicha yana batafsil to'xtalamiz. Ya'ni videoda aytilgandek markazlashgan, ya'ni bir kishi tomonidan boshqariladigan tizimlar mavjud. Bank tizimini oladigan bo'lsak, bankda pul o'tkazmalari bo'ladi. Masalan, PayMe o'sha bankning bir parchasi deydigan bo'lsak, bitta programmasi desak, PayMe kartadan kartaga pul o'tkazmalarini ta'minlab beradi. Va bunda jo'natuvchi va qabul qiluvchiga ma'lum bo'ladi xolos o'tkazma haqidagi ma'lumot. A insondan B insonga pul o'tdi, faqat shu ikkoviga va bankka ma'lum bo'ladi xolos. Undan tashqari PayMe ichida har xil to'lov turlari bor. Buni smart kontraktlar deyish mumkin. Ya'ni PayMe programmaning ichida turib, uyingizdan chiqmagan holatda davlat jarimalarini yoki bir kommunal to'lovlarga to'lov qilishingiz mumkin, telefoningizga paynet qilishingiz mumkin. Buni smart kontrakt deyish mumkin. Ya'ni PayMe pul o'tkazmalaridan tashqari shunaqa to'lovlarni ham qilib beradi. Endi markazlashmagan, ya'ni boshqarilmaydigan tizimlarga blokcheyn texnologiyasini misol keltirish mumkin va buni bir parchasi bo'lgan kashlyogga desak bo'ladi, kripto kashlyogga bo'lgan SafePal'ni misol keltirishimiz mumkin. Ya'ni blokcheyn programmasini xalqaro PayMe programmasi deb qabul qilishingiz mumkin. PayMe'da faqat o'zbeklar ishlatadi, faqat so'm bo'ladi ichida. Blokcheynda bo'ladigan bo'lsa, butun dunyo ishlatadi blokcheynni va birov tomonidan boshqarilmaydi. Bir kishi tomonidan, biron bir shaxs, tashkilot, hukumat tomonidan boshqarilmaydi. Va undagi o'tkazmalar faqat A va B partnyorda yoki A va B insonda bo'lmaydi. Butun bir blokcheyn ishtirokchilarida hammasida bo'ladi. Jo'natuvchi va qabul qiluvchidagina emas, kim blokcheyndan foydalansa hammasida o'tkazma haqidagi ma'lumotlar bo'ladi. Bu shaffoflikni ta'minlab beradi. Smart kontraktlar juda ko'p. Biz aynan RideBNB smart kontrakt bilan ishlaymiz. Blokcheynga ichiga joylashtirilgan smart kontrakt hisoblanadi bu. Ya'ni paketlar bor, 13 ta paket bor. Jami narxi $18,400 desak bo'ladi. O'rtacha $18,000 qiymatga ega 13 ta paket bor. 13 ta glubinagacha daromad beradi. Har bir paketda o'zining imkoniyati bor. Marketing planni onlayn kassa deb qabul qilishingiz mumkin. Birinchi paket примерно $3 ga to'g'ri keladi. Agar birinchi paket bilan boshlasangiz,
faqat 6 dollar daromad olishingiz mumkin. Agar 2 ta paket bilan boshlasangiz 18 dollar. 5 ta paket bilan boshlasangiz 1,5 ming dollar. 6 ta paket bilan boshlasangiz 5 ming dollar, 5,5 ming, 6 ming dollar daromad olishingiz mumkin. 7 ta paket bilan ish boshlasangiz 24 ming, 8 ta paket bilan ish boshlasangiz 400 ming dollar. 106 ming dollar. 9 ta paket bilan ish boshlasangiz 400 ming dollar. 10 ta paket bilan ish boshlasangiz 1 million 600 ming. 11 ta paket bilan ish boshlasangiz 6 million. 12 ta paket bilan ish boshlasangiz 18 million. 13 ta paket bilan ish boshlasangiz 94 milliongacha daromad topishingiz mumkin. Ya'ni 94 million dollargacha yoki 134 mingta BNB ishlab topish mumkin bu loyihada. Bu loyihada ishlashda yoshingiz, jinsingiz, telefon nomeri, pasport, pochta hech narsa kerak bo'lmaydi sizga. Faqat telefon va kripto kошелек kerak bo'ladi. Hech qanaqa login, parol, пополнение вывод degan narsalar yo'q bunda umuman. Faqat pin kod va sit frazalarni olib qo'yishingiz mumkin. Demak, qanaqa ishlanadi? Siz 1.6 strategiyasida 140 dollar bilan ish boshlab, 8 ta BNB, ya'ni 5,5 ming, 6 ming dollar topib olishingiz mumkin. Ya'ni 13 ta paket bo'ladigan bo'lsa, birinchi 6 tasini sotib olamiz. Qo'limizga 5-6 ming tushgandan keyin qolgan paketlarni sotib olamiz. Lekin komanda bilan hamma paketni sotib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, globalniy binarniy strukturadan sizga daromad chiqadi, lekin juftlikdan bermaydi. Har bir kelgan insondan sizga daromad chiqadi. Joylashgan joyiga qarab 3 dollardan 9200 dollargacha bo'lgan daromadlar chiqadi har bir insondan. Masalan, AVB partneringiz taklif qilganingizda o'zi sizga dostуп ochiladi va bulardan birinchi liniyada joylashganligi uchun birinchi paket pulini sizga daromad qilib beradi. Tak, ikkinchi liniyadagi hamkorlardan har biridan ikkinchi paket pulini 4,5 dollardan 18 dollar daromad chiqadi. Uchinchi liniyadan 9 dollardan 72 dollar, to'rtinchi liniyadan 16 ta odamdan 18 dollardan 288 dollar. Beshinchi liniyadan o'zidan 32 ta odamdan 36 dollardan 1152 dollar chiqadi. 6-glubinadan 64 ta odamdan 72 dollardan pul chiqadi. Ya'ni 126 ta odamdan daromad olishga sizga dostуп ochiladi. Bu degani jami hisobda 5,5 ming, 6 ming dollar topgan bo'lasiz. 6 ta liniyagacha pul olishingiz aniq, momentalniy bo'ladi, chunki masalan 4-liniyadagi 16 ta inson 4-paketni olganda sizga pul chiqadi 18 dollardan. Bular 16 ta inson ne только 4-paketda 5-6-paketda ham olganligi uchun 288 dollar sразу olasiz. Yoki 32 ta odam 5-не только 5-paket, 6-paketda ham olganligi uchun уже 1152 dollar ham sразу chiqadi. 6-liniyadagi 4600 ham sразу chiqadi. Ya'ni har bir inson 6 ta paket olib kiryapti. Va boshida siz 6 ta paket olganingiz uchun 6-liniyagacha daromad olishga haqqingiz bo'ladi. O'sha qo'lingizga 5-6 ming dollar tushgandan keyin keyingi paketni olib, keyingi liniyadagi daromadlarni ham olishingiz mumkin bo'ladi. Siz ya'ni bu yerda 3 dollar, 4,5 dollar, 9, 18, 36, 72 dollar pul tikyapsiz. Bir marta har bir paketga bir martadan pul tikyapsiz. Va pulingizni 2 marta, 4 marta, 8, 16, 32, 64 marta ko'paytirib olyapsiz. Demak, 5-6 ming tushgandan keyin keyingi 7, 8, 9 paketlarni bemalol даже 10-paketgacha sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Bunda nimaga erishasiz? 18 ming, 73 ming, 294 ming, 1 million 179 ming daromad olishga sizga imkoniyat ochiladi. Ya'ni har bir liniyadan o'sha paket puli beriladi. 7-liniyadan 7-paket puli, 9-liniyadagi odamlardan 9-paket puli har biridan sizga daromad bo'lib chiqadi. Уже daromadni oldizki keyingi paketni sotib olishga imkoniyat ochilaveradi sizga. 13-liniyagacha daromad topish mumkin. Keyingilar уже 4 million, 18 million, 70 million, jami 94 million dollargacha daromad topish mumkin. Bu daromadlarni boshida ko'rsatganimiz blockchain texnologiyasi ta'minlab beradi. Ya'ni blockchain ichida yozilgan smart kontrakt. Smart kontrakt shunaqa aqlli shartnomaki, shunaqa bir dasturiy ta'minotki, blockchainda ishlaydigan, kodlab yozilgan, o'z-o'zidan bajariladigan raqamli shartnoma hisoblanadi. Bu kontraktlarni avtomatik bajarishni
ta'minlab beradi, xavfsizlikka oshiradi, shaffoflikka oshirib beradi. Preimуществоsi egalik huquqi yo'q. Men yaratdim degan narsalar bo'lmaydi. Boshqaruvchi adminlar, buxgalterlar bo'lmaydi. Komanda yaratdingizmi, momentalniy shotingizga pulingiz tushadi. Kashlogingizga uni naqdlashtirib olsangiz bo'ldi. Yozilganki ma'lumot o'zgarmaydi. Buni hech kim o'chirib, to'xtatib yoki o'zgartirib qo'ya olmaydi. Chunki blokcheynni o'zgartirishlik uchun, blokcheynni o'chirish uchun, smart kontraktni yo'q qilish uchun butun planetada internetni o'chirish kerak, hamma telefonlarni yo'q qilish kerak. Buni fizik imkoniyati bo'lmaganligi uchun bu biznes davom etadi, doimiy ishlab turadi. Запрос на выплату не требуется deydi. Ya'ni bunda личный данные kerak emas, личный kabinet ham yo'q. Login, parol, пополнение, вывод degan tushunchalar yo'q. Komanda qildingiz, momentalniy shotingizda, то есть kashlogingizda pulingiz ko'rinadi. To'liq markazlashmagan. 7 kun 24 soat, shanba, yakshanba, bayram kunlari boshqa tanlamaydi. Momentalniy registratsiya qilib, momentalniy daromadingizni olishingiz mumkin. Buni daromadni olishda hech kim o'tirib daromadingizni tashlab bermaydi. Blokcheyn o'zi bajaradi. Ya'ni qanaqadir inson faktoriga qaramligi yo'q bu yerda. Bemalol ishlasa bo'ladi. Bu programma отдельно hamma telefonlarda ishlab turganligi uchun bu narsani to'xtatib qo'yish iloji yo'q. Globalniy axvat, shaxsiy ma'lumot talab qilinmaganligi uchun xohlagan joyingizdan komandangiz bilan ishlasangiz bo'ladi, xohlagan davlatingizda. Sekin asta oshib boruvchi daromadga ega, to'liq avtomatlashtirilgan holatda ishlaydi va bunda qanaqadir markaziy ofislar, markazlangan serverlar bo'lmaydi. Har bir telefon server vazifasini bajaradi. Demak, bu joyda kompaniya yo'q, har bir odam o'ziga kompaniya bo'ladi. Siz o'zingiz komandangizga promotion qilishingiz mumkin. Masalan, siz va A va B partnyor taklif qildingiz va bularga shart qo'yishingiz mumkin. O'zingiz. Bu yerda kompaniya boshliq, buxgalteriya degan shart qo'yadigan odam yo'q. Siz o'zingiz shart qo'yishingiz mumkin faqat ishni tezlashtirib, tezroq yo'lga qo'yishlik uchun. A va B partnyoringizga 1 kun berasiz vaqt, maksimalda 5 kun vaqt berasiz. O'zini ikkiligini yaratishga. Kelganki insonga ham yana 5 kun vaqt beriladi, bular ham xuddi shunday qiladi. Ya'ni A va B partnyorga har bir liniya, har bir kelganki odamga 1 kundan yo 5 kundan vaqt berilganda 6 ta liniya 6 kunda yoki maksimalni har bir odamga 1 kundan vaqt ketsa 30 kunda 6 ta liniya to'ladi va bunda A va B partnyor $6000 ishlashga ega bo'ladi. Sizda уже 7-liniya paydo bo'lib qolgan bo'ladi. Bular 6 ta liniya to'lsa, sizda уже 7-liniya to'lgan bo'ladi. Va A va B partnyoringiz $6000 dan ishlaganda siz 24000 daromadga chiqqan bo'lasiz. Va $4000 ni $2000 dan bu ikkoviga A va B partnyoriga sovg'a qilib berasiz. $1000 telefon yoki notebook, $1000 dam olish bileti ko'rinishda уже $2000 sovg'a qilishingiz mumkin har biriga. Bu birinchi promotion, birinchi sovg'a bo'ladi. Keyingi sovg'a A va B partnyor endi yana 1 oy vaqt berasiz. 6 ta liniya emas, 7-8-liniyani ham to'ldirishadi 1 oyda. Va shunda ikkalarisiga A va B partnyoriga Gentrani sovg'a qilishingiz mumkin bitadan. Chunki ular 8-liniyani to'ldirganda siz o'zi 9-liniyada to'ldirgan bo'lasiz, jami $400,000 topgan bo'lasiz. 400,000 dan 40,000ga 2 ta Gentra olish o'zi sizda imkoniyati bo'ladi. Keyingi holatda, keyingi promotionimizda yana shu A va B partnyoringizga yana 1 oy vaqt berasiz, jami 3-oy vaqt ketyapti. Yana 1 oyda 9-liniyani to'ldirish kerak bo'ladi. Siz o'zi 10-liniyani to'ldirgan bo'lasiz. $1,600,000 siz olgan bo'lasiz. A va B partnyoringiz 400,000 dan olgan bo'ladi. 1,600,000 olganda 2 ta BYDni sovg'a qilish sizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Va oxirgi promotion shundan iboratki, A va B partnyoringiz endi 1,600,000 dan ishlashadi, siz o'zi $6,000,000 daromadga chiqasiz. 11-liniyada bular 10-liniyani to'ldirsa, siz o'zi 11-liniyani to'ldirgan bo'lasiz. 13-liniyagacha daromad olinadi, lekin
10-liniyagacha ishlab borgan odamga sovg'a berasiz. 3 xonali kvartira. Chunki 6 million topganda bu bunaqa sovg'a qilish hech kimga qiyinchilik tug'dirmaydi. Buni maza qilib ishlab daromadga chiqishingiz mumkin. Bunda mana blockchain sayti ko'rsatilgan, valyutasi, bozordagi qiymati ko'rsatilgan, kunlik tranzaksiyalar hozirgacha уже 3 milliardga yaqin tranzaksiya bo'lyapti. Smart kontrakt ko'rinishi, nomi eslab qolinglar, shu smart kontrakt shotingizga pul tashab beradi doimiy ko'rinishda. Balansda pul to'planmaydi, momentalniy pul sochilib ketadi ishtirokchilar o'rtasida. Bu imkoniyatdan foydalaning. Kanalni kuzatib boring. Hammaga bardavomli daromadlarni tilab qolaman.